Xo'p, navbatda darvozani tanishtirib o'taman. Bu darvozamizning eni ham, bo'yi ham 3,5. Umumiy olganda 12-25 kvadrat chiqadi. Listlari 108 listdan foydalanilgan, gipka qilib va ko'rib turganingizdek nerjavkadan ham bezak uchun ishlatilgan. Yo'llari 10 profil ishlatilgan, qalinligi 2 stena. Tepada tahiya tashalgan va qanotlar hammasi ichkariga ochiladi. Ranglari mukri asfalt. Ko'ryapsiz, gandan va bir necha rangdan iborat bo'lgan kaminasi orqali chiqarilgan. Bu darvozani ko'pchilik, misol uchun aytaylik, biz kapala deymiz, Dubay deydi, ko'pchilik Dubay desa yaxshi taniydigan fasondagi darvoza. Orqalari ham tekis yopilgan. Kaltkasi ham ichkariga ochiladi, ya'ni ko'rib turganingizdek chap tomonga olingan, avvalliroq bo'lib ochiladi. Birozgina chang bo'lgan yo'lda bo'yidagi darvoza, yuvsa, xudo xolisa, hammasi joyida bo'ladi. Sifatiga keladigan bo'lsa, juda chiroyli yasalgan ekan. Boshdan oyoq tekshirib chiqdim, ya'ni puliga yarasha. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 14.700.000 baholanyapti, shunday turishini o'zi. Ya'ni bu vodiy bo'ylab o'rnatib berish, Toshkent vodiy bo'ylab o'rnatib berish ichida bo'ladi. Voha qo'shni respublika bo'ladigan bo'lsa, albatta unisini kelishilib o'tiladi. Xo'p, orqa tomonini ko'rinishini mana ko'rishlaring mumkin. Rang biroz ishlov berilgan va Grimetex qilib sepilgan, iloji boricha chiroyli chiqibdi. Faqatgina tahiyada birozgina uringan joylari bor, ranglari boshqasi. Umuman olganda o'rnatishdan oldin bir qator ko'rib, chiroyli qilib olib borib o'rnatib beriladi. Shanlar ikkitali 38 shandan foydalangan. Kaltkada 36 shandan foydalangan, u ham ichkariga ochiladi. Tahiyani ko'rib turganingizdek, orqasi biroz ichkariga kirgan bo'ladi, ya'ni bir qavat hisobida ketadi. Aslida olganda u ham 2 qavat, faqat 3-qavati yo'q. Ya'ni steklovat solib 5 qilinmagan xolos. Darvoza lekin ideal chiroyli holatda. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol aloqa qilsalaring, sizlarga to'lig'icha iloji boricha ma'lumot berishga harakat qilinadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundan buyog'ida iloji boricha sizning razmeringizdagi va sizning ko'nglingizdagi bo'lgan narxdagi darvozani topib berishga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa kommentlarda yozib ketsangiz ham aynan o'sha razmerda topishga harakat qilamiz yoki o'sha buyumni topib berishga harakat qilamiz.